Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bugun 26-aprel. Mana bu rasplotdan mana pastini kesib, turtin tortilgan bu yerda. Agar kana bo'lgan bo'lsa, mana shu turtinga qo'yadi. Qani hozir ko'ramiz. Mana buni pastki qismini kesib oldik. Bu izolyator bu. İzolyatorda pastini kesganmiz. Mana turtinga suv tortilganda mana turtinga urib qo'yilgan. Mana bu hozir kesgan joylarimizda yo'q. Bu yerda hech ko'rinmayapti. Hech qanday varatoz kana ko'rinmaydi. Aralarida ham yo'q. Agar bo'lganda chiqardi. Shavkat mana sindir qani? Sindir. Tanasi yo'qmi? Mana top to'zda. Nichinkidir. Nichinkalarda ham ko'rmaysiz, sindir qani? Qani bitta kana chiqsa deb ko'ramiz. Ko'rmoqchimiz, lekin ko'rinmaydi. Bular albatta qishi bilan izolyatsiyada turgan. Kuzda 20-avgustda izolyatsiya qilingan arlar. Mana birorta qidirib ko'ryapmiz, birorta kana umuman ko'rinmaydi. Kana yo'q. Tropiya-ku umuman yo'q, tropiya. Mana hech qanday varatoz ko'rinmaydi. Agar bo'lsa, birinchi bo'lib shunga qo'yadi. Ishchidan ko'ra shunga qo'yadi. Mana shu tarzda qo'ni qo'shnidan kelgan kanalar bormi, boshqasi bormi, shularga qo'ysa, mana shundan gamogenat olib, siqib, gamogenat olib, ham gamogenat olamiz, ham kanallardan qutulamiz. No? Qaraylik, yo'q bo'lgani ma'qul. Mana izolyatsiyani foydasi. İzolyatsiya qilinmaganlar o'zi hozir 3-4 marta ziyot ham o'zi kanaga обработка qilyapti. U ximiya nafaqat kanaga, hattoki rasplotlarga ham, arilarga ham ta'siri bor. O'zingizga ham ta'siri bor, asalga ham ta'siri bor. Ana shu izolyatsiya orqali ana ximiyasiz kanalardan qutulish mumkin.